بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الثاني. رد الدرس كيش كنت قسم الدرس الثامن عشر 18 درس. En savaktashlar dersine başlaşın ilgili bugünkü dersimizdeki muhim gramatiklik noktalarını bir eslab öteyle. Hem bugünkü dersimizdeki birinci muhim gramatiklik nokta biz oldingi dersde pili mudarının aldığa en yoki lam kelsa pili mudarının ma'nisi masdara o'zgarib oxirisi nima qildi degan zavar qildi degan. Masalan, yazhabunun aldığı en kelib qolsa an yazhaba. Yazhabunun aldığı lam kelib qolsa li yazhaba deb zavar qildi degan shundami? Endi birlik pillarda o zavar o'qamiz. İkilik, köplik pilladi chu. Biz pil turliga vaqtda yazhabu, yazhabani, yazhabuna deb turlaymiz go. Ya'ni yazhabu, yazhabani degandiki ikilik va köplik pillarda qanday zavar qo'yamiz desa, zavar o'qiladigan o'rinlarda ikilik va köplik pillarning nimasi tushib ketdi? Nun tushib ketdi. Masalan, li yazhaba deb zavar o'qidikmi? Ashu pil ikilik bo'lib qolsa li yazhaba. Ahırdaki nun qanaq ketdi, tushib ketdi. Köplik bo'lib qolsa li yazhabu. Ahırdaki nima tushib ketdi, nun tushib ketdi. Li tazhabina vaqo, tazhabu tazhabana tazhabuna, tazhabi tazhabi tazhabu tazhabana tazhabuna, tazhabina tazhabana tazhabnadagi tazhabina shunami? Tazhabinadagi nunni tushib ketib tazhabi bo'ladi. Yig'inchoqlasak pil mudorining oldiga oxirisi zavar o'qiladigan vositalar kelib qolsa birlik holatning oxirisi zavar qo'yilgan bilan ikkilik va ko'plik ikkinchi shaxs ayollik birlik holatlaridagi nun qanday qiladi tushib ketadi. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida mushu pillarning ichidagi turlab barayli yazhabu, yazhabani, yazhabuna, tazhabu, tazhabani, yazhabnadagi yazhabnadagi nun mabni nun. Amsilarga ma'lumlik mabni degan mayli ismda olsun, dilda olsun, qatqan so'z degan ma'noda o'zgarmas shundami? Buni oldiga lam kelsin, mim kelsin, bu nun qana qilmaydi, o'zgarmaydi. Ayollik uchinchi shaxs ayollik ko'plik va ikkinchi shaxs ayollik ko'plikning nunvog'i yazhabu, yazhabani, yazhabuna, tazhabu, tazhabani, yazhabnadagi nun. Yana birisi tazhabu, tazhabani, tazhabuna, tazhabina, tazhabani, tazhabnadagi nun ma'ishkisi mabni bo'lib, oldiga mayli an kelsin, mayli lam kelsin qana qilmaydi, qimir tushib ketmaydi, o'z bitida turadi. Bu ikkinchi qoida. Ya'ni ayollik ko'plikning nuni mabni nun bo'lib, qana qilmaydi, tushib ketmaydi. Üçüncü qoida biz oldingi darslarda oldi qo'shiluvchilardan ila, ala, men, fi degan shundami? Endi bugungi darsda kap oldi qo'shiluvchi ismning oldiga kelib g'a o'xshash deb tarjima qilinadi. Shu ismning oxirini qana qiladi? Zir qiladi. Mana bugungi darsga kelamasak, shu nuqtaga yig'incha qilsa oxirlashadi. Birinchi nuqta pillarning zavar o'qilganini birlik pilda zavar deb o'qilgan bilan ikkilik ko'plik pillarda nima tushib ketdi? Nun tushib ketdi. Zavar o'qilganning belgisi shu nun tushib ketganligi. Undan keyin pillarning uchinchi shaxs ayollik ko'plik va ikkinchi shaxs ayollik ko'plik shaklidagi nunlar mabni bo'lib, haqqancha oldiga zavar qilgan vositalar kesim tushib ketmaydi. Uchinchi qoida kap harfi tashbih, o'xshash harfi, ma'nosi o'xshash deb tarjima qilindi. Undan keyin kelgan ismni qanday qiladi? Zir qiladi. Mana mush nuqtani tushunib olsak, bugungi grammatiklik nuqtalar oydinlashgan bo'ladi, ha? Tushungan bo'lsanglar, men avval sizlarga so'zliklarni bir o'qib, tarjimasini qilib beray. Al-kalimatul jadida. Adatun, adatun, muthafun, matahifun. Ba'zi mazhab deb o'qilib qoladi, ha? Ulbatun, ulabun, malabisu, hadiqatul hayvanat, saydun, sadatun. Adat. Adat bunun ko'pligi. Muthafun, muzixana. Matahif bunun ko'pligi, ha? Ulbatun, quta.
Korobka var. O mesela biz soğuk suyla içken vakitte ağzını tasla açıp çıkan korobka, andaki küçük kutular, meyli kağıt olsun, silah olsun şunda ama bunların hamısı ulbe. Ulabun bunun köpçüki. Melabisu kim kiçek? Hadikatul hayvanat hayvanatlar bahçesi. Seyyid efendim. Sade efendiler köpçüki. Hem seyyidden efendiden başka hocayen diyen manasını var. Sözdükler çünkü bo'lgan bo'lsa, men sizlarga dialogni o'qib, tarjima qilib tahlil qilib beray. الدرس الثامن عشر 18 درس. أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ يمكن إن شاء الله. أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض بعد رجوعك من عند الجارة. سأغسله وأكويه إن شاء الله. أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ نذهب الآن إلى المسجد وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطر. أين زملاؤكم؟ ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع. أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف. يا بناتي أنا الآن أذهب إلى المستشفى لعيادة سلمى. أتريدن أن تذهبن معي؟ نعم. ماذا تريدن أن تأخذن لها؟ نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه. إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. أتريدن أن تأخذن شيئا آخر؟ نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. أرجو أن لا تأخذن هذه الأشياء كلها فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم؟ أيريدن أن يذهبن معنا؟ لا أدري أين هن. أظن أنهن ما رجعن من المدرسة. هيا بنا يا بنات. دقت قilinglar. Tarjima jarayonida bugungi darsdagi grammatik nuqtalarni tahlil qilamiz. Asr namozdan keyin qayerga bormoqchi? Ayna qayar? Turid degani maqchi, makchi, qilmoqchi, atmoqchi shundami? Antazhabi berish. Diqqat. Tazabun turliga vaqtimizda ikkinchi shaxs ayollik birlik. Siz degan turi qaysi? Tazabu, tazaban, tazabuna, tazhabina. Oldiga an kelibdi, tazhabi deb oxirgi nim tushib ketdi, nun tushib ketdi. Buni nuqtaga diqqat qilsanglar bo'ladi. Uridu an azura jaratana allati zaratni ams. Tunugun meni yo'qlab kelgan qo'shnimizni yo'qlaymikin deyman, yoki yo'qlashni xohlayman, yoki yo'qlamoqchi. An azura, zara yazurudan chiqqan azura, azuru oldiga an kelish orqali oxirisini nima qildi? Zavar qildi. Ayumkinuki an tarja'i qabla salatil mag'rib. Shom namozidan ilgari qaytib kelishga mumkin bo'ladimi? Degani, ya qaytib kelalamsiz? An tarja'iyana, raja'a yarji'u chiqqan, tarji'u, tarji'ana, tarji'una, tarji'ina deb nunvatdi, oldiga an kelish sababli oxirgi nun qanday qilib ketdi? Tushib ketdi. Mumkin inshaalloh. Alloh xolisa bo'ladi. Biz oldingi darsda mumkinni bo'ladi bo'lmaydi deb tushunganmiz, shundami? Sizning Shamdan ilgari qaytib kelsangiz bo'ladimi degan. Mumkin inshaalloh bo'ladi Alloh xolisa. Mumkin degan gap, ha? Arju an taghsili qamisi al-abyad ba'da rujuika min 'indil jara. Qo'shnining qishidan qaytib kelgandan keyin mening oq ko'nglimni yub qo'yishingizni umid qilaman. An taghsili anlan qo'shib mastar ma'nosida degan-ku biz shunday yub qo'yishingizni. Bu bir. Yana birisi an keladi oxiridagi nun qanday qilib ketib ketdi. Agar an kelmagan bo'lsa taghsillina deb nima keladi? Nun keladi. Sa'ghsiluhu wa akwihi inshaalloh. Alloh xolisa uni yuyib dazmollab qo'yay. Sen fil mudorini kelgu zamonga xos qiladi. Ayna turiduna an tazhabu al-an ya abnai? Balarim, hozir nega birishni o'ylashyapsizlar yoki nega bormoqchi bo'lyapsizlar yoki nega birishni xohlaysizlar? An tazhabu asli zahaba yazhabun chiqqan
turli qilib olsak, tazhabu tazhabani tazhabuna deb ko'plik shunda ama ankilish orqali oxirdagi nun qanday ketdi, tushib ketdi. Tazhabu nazhabu al-ana ila al-masjid. Hozir masjidga boramiz. Wa ba'da as-salat nuridu an nazhaba ila as-suq linashtari aqlaman wa dafatira wa masatira. Namozdan keyin bozorga qalam, daftar va sizg'uchlarni sotib olishimiz uchun bormoqchi bo'lyapmiz yoki berishni xohlaymiz. Nuridu an nazhaba. An kelibdi, nazhabani oxirisi nima qildi? Savara qildi. Ayna zumalaukum? Savoqdoshlaringlar nada? Ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kull usbu'. Bugun sizlarni har haftadagi odatiga o'xshash yo'qlab kelmadi. Mediki maja'ul yawma bugun kelmadi. Li ziyaratikum sizlarni yo'qlash uchun. Ka'adatihim ularning odatiga o'xshash har haftadagi. Demak, men kap nima? Tashbih, ya'ni o'xshatish. G'a o'xshash shundami? Ka'adatihim deb nima qildi? Zir qildi. Aradu an yazhabu ila yawma ila al-muthaf. Ular bugun muzeyxonaga bormoqchi edi. Arada o'tgan zaman keluvdi, dunyoda idi deb o'tgan zaman tarjima qildik. Andan ay yazhabu an kelmagan bo'lsa yazhabuna mumkin tushunami? An keluvdi nun qanday ketdi, tushib ketdi. Ya banati, ana al'an azhab ila al-mustashfa li iyadati Salma. Qizim, men hozir Salmani yo'qlash uchun doktorxonaga ketyapman. Aturidna an tazhabna ma'i? Men bilan berishni xohlamsizlar? Qarang, an tazhabna deb oldi, an kasimi tazhabna deb nun qanday ketdi, tushib ketmadi. Chunki ayollar ko'plik nuni nima? Mabni. Maza turidna an ta'khuzna laha? Uningga nima olmoqchi? Lekin nima elinishni xohlaysizlar? An ta'khuzna deb, an ta'khuzna deb nunga o'xshashlar ayollar ko'plik nun bo'g'achqa qanday ketmadi, tushib ketmadi. Nuridu an na'khudha ma'ana ulbata halwa hazihi. Biz bu bir quta taqliq turumni elishni xohlaymiz. Albatta ulbata halvoni qirmoqqa taqliq turumning qutisi degan gap. Biz bir quta taqliq turum deymiz. Shundami? Hamda arab tilida ifodalashda taqliq turumning bir qutisi degan ifodalanda men tarjima qilgan vaqtda bu bir quta nimani taqliq turumni elishni xohlaymiz. An na'khuza an keladi na'khuza deb oxirisi qanday qildi? Savar qildi. Inna Salma tuhibbu hazihi al-halwa katira. Salma bu taqliq turumni bakla yaxshi ko'radi. Yani haqiqatan men xush qo'ysam ham bo'ldi. Aturidna an ta'khuzna shay'an akhar? Boshqa narsa elishni xohlamsizlar yoki boshqa narsa olmoqchimi? An ta'khuzna oxirisidagi nun yana tushib ketdi. Chunki nun qanday nun? Mabni nun. Nuridu an na'khuza hazihi al-majalla wa hadha al-kitab wa hadhihi al-malabis. Biz bu jurnal, bu kitob va bu kiyim-kechaklarni elib olmoqchi yoki elib olishni xohlaymiz, shundami? An na'khuza oxirisi javob qildi. Arju alla ta'khuzna an hazihi al-ashya kullaha. Bu narsalarning hammani olmasliqinglarni umid qilaman. Asmadagi alla ta'khuzadagi alla asasi an la. An la. An la da chiqsanda yaqin bo'lgandan keyin qo'shib bilan qana qilayotgan Allah qilayotgan. Ta'khuznadagi nun garchi oldiga an kelib qolgan bo'lsa-mu, mabni yo'qotib qana ketdi, tushib ketmadi. Nimishqa fa innal mustashfa la yasmahu bi dukhul ashya katira. Chunki doktorxona ko'p narsalarni akirishga yo'l qo'ymaydi. Ayna Xadija va Aisha va Ummu Kulsum ayuridna yazhabna ma'ana? Xadija, Aisha va Ummu Kulsum qani? Ayuridna yazhabna ma'ana? Ular biz bilan birga berishni xohlamdi. Ay yazhabna oxirdagi nun yanla nimning nuni? Mabnining nuni. Shuni tushib ketmadi, ha? Alloh ko'plik nuni mabni o'g'achqa. La adri aynahunna. Ularning niyatligini bilmayman. Azunnu annahunna ma raja'na min al-madrasa. Menimcha ular maktabdan qaytib kelmadi. Hayya bina ya banat. Juringlar qizlar. So'zlik tekstlar va muhim grammatikalik nuqtalar tushunishib bo'lgan bo'lsa, hozir tamarinlarni boshdan oxir ishlash jarayonini bir tushunib ketaylik. Atamrin avval birinchi ko'nikma. To'yning Alloh javobi. Ikkinchi ko'nikma to'ynigilarni to'g'rilar. Ana ma ikkisi yuqoridagi tekstga, ya'ni dialogga munosabatli bo'lgan dialogni o'rib bo'lgandan keyin ishlaymiz, ha. Üçüncü ko'nikma. O'qituvchi har bir o'quvchidan buni savol so'raydi. Ma o'quvchilarga nima kerak deb. O'quvchilar ma'ular mandaq qilishni xohlaydi
deb javob berdi. Endi foydalanadigan so'zda aslidagi yazhabuna ilal mal'ab yaskununa fi mahajil jami'a deganda jumlalarni foydalansa bo'ladi. Masalan, bir nechta faqili o'qituvchi bizni so'g'an bo'ldi. Maza yuridu haulay tullab, bu o'quvchilar nima ish qilmoqchi desa, biz bularga javoban maydonga bormoqchi deganni javob bermoqchimiz. Haulay tullab yuriduna ay yazhabu ilal mal'ab. Ay yazhabu ilal mal'ab. Yazhabun oxirgi nun qanday ketdi, tushib ketdi. Mushuni o'qitib diqqat qilib turib haula yuridunun anning oxirisiga aslidagi jumlani qo'ysaqlam bo'ladi. Masalan, yaskununa fi mahajil jami'a degan aketlam qo'yib qo'yib, yaskunundagi nunni qanday qilsak, chugizsaklar bo'ldi, bitdi degan gap. Ya'ni Mavla universitet yatog'ida turishni xohlaydi degan ma'noda. To'rtinchisi, tuandikilarni o'ylab boqing. O'ylab boqilgan boshqa narsa emas, faqat Pilanın turulmuş ahvali, erlik ko'p qolsa yazhabu, ayollik ko'p qolsa tazhabu, erlik birlik ko'p qolsa, ikkinchi shaxs erlik birlik ko'p qolsa nima? Tazhabu keladi. Am buni andan qo'shgan vaqtda yazhaba, antazhaba. Masalan, huwa yuridu antazhaba, yazhaba. O bormoqchi yoki berishni xohlaydi, berishni o'ylaydi shundaymi? Ya turidu antazhaba, o bormoqchi yoki berishni o'ylaydi, yoki berishni xohlaydi. Shuni o'xshatib tushunsak bo'ladi. Andan keyin bu bir, ikkinchisi qaranglar baga. Hum yazhabuna, hum yuriduna ay yazhabu. Amma o'rinda birinchi jumladan farqi birlik holatda yazhabu pash qilsa oldiga an gap qolsa zavarlam o'qiladi. Yazhabuning oldiga an gap qolsa yazhabba o'qiladi shundaymi? An ikkinchi jumlada bizga ko'rsatma hum yazhabuna da pash qiladi uni aniq balkan oldiga shunda an gap qilib hum yuriduna ay yazhabu degan vaqtimizda oxirgi nun tushib ketdi, nun tushib ketdi, ko'plik nun tushib ketdi. Jim deganda humna yazhabna deb nun ba, an yazhabna deb nun ba. Demek biz dersini aldı sözgen gramatik mana şu. Birlik pillarning oldiga ankab qolsa zavara qiladi. Ikkilik yoki ko'plik pillarning oxiriga muxotibat, ikkinchi shaxs ayollik birlikning oldiga ankab qolsa oxirgi nun tushib ketadi. Ammo ayollik ko'plikning oldiga ankab qolsa-mu, uni qanday qilib ketmaydi, tushib ketmaydi. Chunki uning qanday nun, labni nun. Mujdoq tushunib olsak bo'ladi. 5-chi mashiq tuandagi bo'sh o'rinlarga yazhabu degan pilni munas zimirga isnot qilib bo'lgandan keyin qo'ying degani Muşundan keyin munosib shaklni qo'ying. Ikkilik lozim bo'lsa, ikkilikni, ko'plik kerak bo'lsa, ko'plikni, erlik kerak bo'lsa, erlikni, ayollik kerak bo'lsa, ayollikni, beshiga ankab qolsa, oxiridagi nonni chugizib to'g'ri kelib qolsa, chugizib o'tib, agar birlik bo'lib qolsa, oxiri zo'riq degandek munosib shaklda qo'ying. Masalan, birinchisini ishlab beray. Yuridu tullab, o'quvchilar xohlaydi, qilmoqchi aytmoqchi shundaymi? An degandan chuqur yazab degan pilni qo'yamiz. Tullab degani ko'plik bo'lg'achqa yazabning qanday shaklini? Ko'plikni. Ko'plik qanday chiqadi? Yazhabu, yazabani, yazhabun. Yazhabuni chiqadi shundaymi? Yazhabuna oldida anoga chiqqan nunni tashlab nima deymiz? Yazhabu ilal madhaqada. O'quvchilar ata muzixanaga bormoqchi degan shaklda tarjima qilsak bo'ldi. Qolganlarini mush shaklda o'zingizlar ishlab topinglar. 6-chi kun o'tma tuandagi jumlalarning har birini munosib fe'l mudori qo'shish orqali to'liqlang. Masalan, birinchi qarab boqaylik. O'quvchilar sinfdan chiqib ketdi. Nimishqa li sababi dawda. Varoqchining sababini bilish uchun. Bilish deganimda aytdik, arifa ya'rifu shundami? Arifa ya'rifu. Andan ya'rifu desak, tullab ko'plik qo'yg'achqa ya'rifu ya'rifani ya'rifuna. Ya'rifuna qo'yaylik, li ya'rifuna. Oldiga lam kelsa, oxirgi nun qanday qildi? Tushib ketdi. Li ya'rifu. Arifa ya'rifu. Qolganlarini shu bo'yicha tushqasanglar bo'ladi. 7-chisi tuandigidan o'yinib boqing. Albatta biz buni tushunib bo'ldik deyman. Masalan, pilning pash o'qilg'ini birlik holati aniq pash keladi shundaymi? Ko'plik holatda keyindagi nun kelib qolsa, ha pash o'qildi deb tushunsak bo'ladi. Zavar o'qilg'ini oldiga nima keladi? An gap qazar o'qildi, pil shundaymi? Birlik holati zavar o'qildi aniq. Ikkilik yoki ko'plik holatlicha nun tushib ketadi. Shuni tushunib qo'ysak bo'ladi xolos. Masalan, hamma pilning shakllari bor ekan-ku, yazhabu, yazhabuna, tazhabu, tazhabna, tazhabu, tazhabuna, tazhabina, tazhabna, azhabuna, azhabuna. Bu shudiki oxirida nun bor pillarning nun tushib kelsa zarur qilgan hisob. Ammo ayollik ko'plikda nunni qanday qilib ketmaydi, tushmaydi. Buni tushunsak bo'ladi xolos. Undan keyingi 8-chi mashiq bizning tekstimizda alla da birga chiqib qoldi shunda. Buning asosi an la. Fil mudorining oldiga kelsa an keldi-ku. Endi fil mudorininki inkor shaklininki busiz shaklining oldiga an kelib qolsa an la. Maxraj yaqin bo'lg'achqa biriktirib bilan qanday qilyapti? Allah qilyapti. Shuni tushunib olsak bo'ladi. Masalan, arju an tadkhul, arju an la tadkhul.
Kirishingizni umid qilaman, kirmaslikni umid qilaman. Ma'da Alloh bilan anni biriktiryaptish, Allohni boshqa tushunib qolmayli. 9-si harf jarlarning birisi kap. Uzmayan so'zliqni kap tashbihni ifodalaydi. Ya'ni manda narsaga o'xshash deganni ifodalaydi. Bu bir. Yana birisi kapdan keyin kelgan ism nima qiladi? Zira qo'yadi. Masalan, bir misol Hazil madrasa kal masjidi. Bu maktab masjidga o'xshaydi. Kal masjidi deb masjid nima qildi? Zira qildi. Xolos.